AQSh mana 2 kundan beri Eronga zarba berishda davom etyapti. Tinchlik sulhi bor yo'g'i bir necha kunga yetdi. AQSh Eronning uchuvchisiz samolyot bilan savdo kemasiga berilgan hujumiga javoban Eronning Bandarlang shahri va Keshm orolida joylashgan 10 ta obyektiga zarba berdi. Bunga javoban Eron Bahraynda va Kuvaytda joylashgan Amerika harbiy bazalariga zarbalar berdi. Eron aytibdi, Amerika bilan kelishuv memorandumi Eronga Hormuz orqali kemalar o'tishini nazorat qilish vakolatini beradi. Qoidabuzarlar qattiq jazolanadi. Amerikani ogohlantiramiz. Agar ular provokatsiyaga yana berilaversa, biza tinchlik muzokaralaridan chiqamiz. Buning fonida Hizbolloh rahbari Noim Qosim AQSh vositachiligida Isroil va Livan o'rtasidagi tinchlik kelishuvini sharmandalik deb atadi. Livan ko'chalarida hukumatga nisbatan noroziliklar boshlandi. Tinchlik sulhiga qaramay, Isroil shanba kuni Janubiy Livanga yana zarba berdi. Yaqin Sharq ziddiyat ko'chasida doimiy tinchlik bo'ladimi yo'qmi? Siz qanday fikrdasiz?